Xolodilnigimda grechkam bor edi, qizlar, qaynatilgan tayyor. Garniri bo'lmagani uchun o'zi qolib ketgan ekan. Endi buni nima qilay, tashlavoraymi desam jalka deb o'zimcha kotlet qilishga tushib ketdim. Kotletlarni grechkadan qilamiz. Bunga kartoshka, xom, piyoz, chesnok, tuxum va non ishlatdim. Buni o'zim мясорубкаdan chiqarib qilgan ekan YouTube'da foodblogerlar, lekin menda мясорубка bo'lmagani uchun chopper bilan ishladim. Bu mana bu oq pupikchalar nima deb so'rashlaringiz mumkin. Bu sir, erimaydigan sirim bor edi. Nomini bilmayman qanaqa. Lekin bunaqa sho'rmas. Shuni ham qo'shib yordim o'zimcha yangilik qilib. Grechkasini kamroq qaynatinglar qizlar, agar qaynatib qilmoqchi bo'lsalaringiz. Menda tayyor grechka bor edi. 2 piyolani qaynatib, ozginasini ishlatib, u yog'ini xolodilnikka olib qo'ygan edim. Menda hozir bu yerda grechka kam. Shunda ham почти 2 tarelka chiqdi. Agar 1 kiloni qilib tashlasanglar, juda ham ko'p kotlet bo'lar ekan. O'zim ham boshlagan paytim, qanaqa bo'lsa kerak ta'mi degan edim. Yo'q, lekin shirin, zo'r, tushuntirib bo'lmaydi, lekin to'yimli juda ham shirin narsa chiqdi. Adresimni bilayotgan odamlar kelaveringlar, menda dostavka xizmati yo'q.